Mana ancha ishlarni qilib oldik. Qarang, osmonni go'zalligini qarang. Bulutlarni, musaffo toyni qarang. Har kuni turib Allohimga shukr, Parvardigorimga beadad shukr deb ish boshlang. Qani qushlar sayragan, zamonimiz tinch, Rabbimiz bizni rizqimizni, tinchligimizni chiroyli qilib berishyaptilar. Shuni oqlaylik. Vaqtla turib namozlarimizni o'qib, musaffo tongimizni bulg'amaylik. O'zimizni gunohlarga botirmaylik. Gunohlarga botsak, Allohning g'azabini keltirib, Alloh bizga balolarni, urushlarni, har xil ofatlarni yog'dirishadilar. Shuning uchun mana qo'qonliklar ham hammalari namoz o'qiydi. Qo'qonga borsam, vohla turib ko'chalar supuriladi, suvlar sepiriladi, ertalabdan vohla do'konlar ochilib, hamma Allohim deydi. Shuning uchun Alloh qo'qonga barokat beradi. Ey Yeypan xalqi, sizlar ham vohla turib Qo'qon xalqidek erta turib ko'chalarni supurib, barokatli nasiblardan olib, Yeypanni kuchaytiringlar. Allohga shukr. Endi ertalabki mashqimizni boshlaymiz. Ishlarni qilib, hamma yo'qni tozalab poklab oldik. Ertalabga ozgina badan tarbiya mashqlarini boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyda ham yursalaring bo'ladi. Aylanib, hovlilangda. Yuguringlar. Sizlardan hech narsa qilib turgani yo'q.